Lüksemizin devam hürmetli vatandaş geçirinler. Bugün Çiğsler 2022 yıl 10. ayın 18. günü. Yukarıda degендek Devlet Sakatı Antony Blinken Stanford Üniversitesi'de mundaq ko'rsatdi. Agar Tayvan bo'g'izida harbiy to'qinish yuz beradigan bo'lsa, qo'rqinchli oqibat kelib chiqadi. Devlet Sakatı Antony Blinken orqadan mundaq ko'rsatdi. Agar Tayvanda yerim o'tkazgich ishlab chiqarish sanoati üzülüp qoladigan bo'lsa, bütün yer şar iqtisodiy krizis yetib keldi. Bütün yer şar iqtisodiy krizis yetib keldi. Tayvan bo'g'uzidan o'tadigan savdo faoliyat qatnashi har kuni bütün yer şarının iqtisodiga mislsiz ta'sir ko'rsatdi. Agar krizis tufayli Tayvan bo'g'uzi qatnash yo'li uzilib qoladigan bo'lsa, kelib chiqadigan ziyon ne? Yoki kelib chiqadigan ziyon mo'lcharligisizdir. Strategiya va xalqaro tadqiqot markazi Avstraliya tadqiqot bo'limining mudiri Charles Idil Jungo-Amerika munosabatining yaxshilanib kelishidan hech qanday alomat ko'rilmaydi deb ko'rsatdi. Gerçi biz hamkorlashimiz deb so'zlayotgan bo'lsakmi, ya'ni Amerika. Lekin Amerika davomli o'z fikrida qoladi. Jungo kun sayin zo'ravon kuchga aylanyotdi. Tartibni buzib, Xi Jinping 3-chi qatam sekretar bo'lib saylanadi. Uning ustiga Amerika davlat bexatarligi siyosatida raqobatlashish usulini qo'llandi. Belki Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati o'tgan bir necha hafta va bir necha oy ichida izchil tashabbuskorlik bilan ba'zi tadbirlarni qo'llandi. Amerika Jungo munosabati doirasida ba'zi tadbirlarni qo'llandi. Bu ishlar bizning, ya'ni Amerikaning kurashchan bir qiyofatda bir davrga kirib kelganligimizdan darak beradi. Demek burunqi, senin ras, senin degenin için bolsun, rayıgı bekip, yani Amerika vaxtida üzünen ahlak olan, yoki adillik olan sana, onunla muamele kılganda şundak pozisiya qo'llangan bolsa, şundak meydanda turgan bolsa, belki uçuğunu aytganda Jungoni 40 yıl, soda ticaret muhiti bilen ta'minlab, mümkünlük bilen ta'minlab, bugungi qudratlik, yoki qo'sh tirnoq ichidagi Jungo qilib yetishtirib chiqqan bo'lsa, Dunyo savdo tashkiloti savdoda e'tibor berish siyosat degandek siyosatlarni birib. Endi Amerika Jungo kompartiyasi rahbarligidagi Jungoning bugun g'ayri bir Jungo bo'lib qolganligini, Xi Jinping rahbarligidagi Jungoning bugun g'ayri bir Jungo bo'lib o'tirg'i chiqqanligini, xalqaro sahnaga chiqqanligini nazarga olganda, endi bu yerda oxir nima deydi? Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari endi kurashchan bir qiyofatda bir davrga kirganligimizdan darak beradi. Tadbirlarni qo'llandik, lekin bu tadbirlarning hammasi dal bugungi kunda Amerikaning kurashchan bir qiyofat. Endi kaynimiz gelmaymiz. Amerikaning demakchi bo'lg'ini deganimizni qilamiz, haq yo'lda mangamiz. Xalqaro tartib, qoida, nizomnomalar bo'yicha mangimiz, bizning bu qiyofatimiz kurashchan bir qiyofat, kaynimiz gelmaymiz. Gapning ma'nosi shu vatandosh. Amerikaning yuqori darajalik amaldorlarining so'zlariga asoslanganda qanchalik tonna birligida 88% dunyo savdo parxodlari Tayvan bo'g'izida o'tadi. Gördünüz mü vatandaş? Jungo nima uchun tahdid soldiganligini shundan bilib olaman. Dunyo savdosi desiyaka, dunyoning iqtisodiy ahvoli desangiz yoki shunday zaruriyat dengiz qatnash yo'li desangiz 88% savdo parxodi Tayvan bo'g'uzidan o'tadi.